hozir Germaniyada o'zim yashayotgan qishloqda ketyapti. Oldimdagi manzarada juda ajoyib manzara, qishloq manzara. Juda ham yashil joy. Bitta narsa esimga tushib qoldi. O'zi yaxshi emas velosipedda video qilish, lekin shu emotsiyasi bilan aytib bermoqchiman. 2023-yil, bundan 3 yil oldin Work and Travel bilan Germaniyaga birinchi marta kelganman. O'shanda fermada ishlab oxiri Shvetsariya bilan Fransiya o'rtasidagi bir Annecy degan joyga kelganman. U yerda ko'l bor edi, tog' bor edi. Tabiatdan birinchi marta bu qadar lol qolib hayron qolgandim. O'shanda Konstani qo'shiq yangi chiqqanda qanday yashashni bilmaydi hech kim. Birgina pul bilan ko'ngil to'lmaydi degan. O'shani aytib video qo'yganman Twitterda. O'shanda qo'shiq yaxshi aytmaganman va hokazo, odamlar kulishgan, ya'ni bir sen borib qolmagan ekan deyishdi. O'sha paytlar esimga tushib ketdi. Rosa niyat qilganman o'shanda doimiy yashashni, Germaniyada oilam bilan doimiy yashash, shu yerda kun kechirish va hokazo. Orzular ushaldi. Faqat harakat qilish kerak ekan. Siz ham harakat qilsangiz albatta ushaladi. Omad.